Assalomu alaykum qadrli YouTube obunachilar. Sizlar uchun bugun mana Rossiya davlatidan olib kelingan 11 bosh gibrid novvoslarimiz bor. 3 ta Mickey Mouse, bitta limuzin yoki qizil angus, bitta avlikol, tamom qo'ng'iravidan bor gibrididan. Xudo xolasa o'ta chiroyli, oldingi korobkalari butun, kelajagi bor novvoslar. Soni 11 ta. 3 ta Mickey Mouse bor, bitta mana avlikoli bor. Bitta mana yo limuzin yo qizil angus. Mana. Xudo ko'rib bir baho berasizlar. Soni 10 bosh. Bo'ylari 1.10 plus 1.20 plus minusi bor. Ko'rasizlar, bir chekkadan sekin asta o'tkazishga harakat qilyapmiz. Bitta qizil angusi bor ichida. Angus smeshinligi bor. Xohlasa kelganiga 4 oycha bo'lgan. 4 oydan beri pashtiga boqilayotgan novvoslar. Boğası boylarını aytdik. Narxlari 27 million kami bor. Xayr sunnatiga o'tib beriladi. Eng kichkinasi ham 23,5 sunnati bor undan ham. Tanlab olishga ham, donaga ham sotilaveradi xudo xolasa. Bitta oladigan chiqadimi, 10 ta oladigan chiqadimi, hammasini 11 tani bir joyga oladigan chiqadimi? Bunaqasi yo'q xudo xolasa. Bitta ham sotilaveradi, ikkita juplama ham sotilaveradi. 3 ta, 2 ta, bitta sotilaveradi xudo xolasa. Mana qizil angusimiz. Boğası chiroyli. Xudosi mana shu ikkovini juplab boqadigan odam bo'lsa, chiroyli narsa oladi ikkov. Qizil angusga yo bu ham angus, yo limuzin gibrid. Xudosi orqa oldi korobkalarida o'ta chiroyli. Ikkita gibridi bor mana. Qo'ng'ir bilan. Mana bitta limuzin anaqasi bor. Mickey Mouse bor. Mana qo'ng'iri bor, mana gibrid. Mana ikkinchi Mickey Mouse'imiz. Mana avlikolimiz. Avlikollar qo'ng'irga farq qilib baqsa zo'r o'zgaradigan. Mana eng katta gibrid Mickey Mouse'imiz. Shular sotiladi. Andijon viloyati Buloqboshi tumanida.